Mesela mashina kelar, xudo xolisi 1-2 kunligi va xolos yo'lda qiynalib qolishi mumkin degan maqsadda quloqlari 21 sm so'liq urg'ochimiz. Mana inshaalloh bunisi esa 19 sm kelar. Mana bu ham qo'ziga ikki tish bo'lishi kerak. Mana bu ham shunaqa garabonusda kelishgan quloqlari 19,5-20 sm buni ham. Bu ham odamga nima deydi? O'rganga juda o'rgangan. Odamni hech qo'rqmaydi. Rosa erkalanadi jonivar maşallah. Vallahi yaxshi qo'chqor bo'lsin. Quloqlari 21 sm. Toza qonli qo'chqor xudo xolis oq yuzidan. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Qo'yishqi bozori, Chorvashqi bozori, Arashan, Afg'on, Hisorishqi bozori kanalimizning ashaddiy obunachilar. Akalar, bugun xudo xolis sizlarga o'ramizda boqilayotgan o'sha yaxshi qo'chqor so'luqlarimiz, Arashan, Afg'on qo'ylarimizni chiroyli qilib video qilib beramiz, ko'rsatib beramiz xudo xolisa. Qo'chqorni ham akalar, quloqlari 21 sm. Toza qonli qo'chqor xudo xolisa oq yuzidan. Qoramiz ham garbonoslari o'ta chiroyli. Quloqlari ham butun xudo xolisa ekdi. Bunisi o'ta ham odamga nima deydi? O'rganga juda o'rgangan. Odamni hech qo'rqmaydi. Rosa erkalanadi jonivar maşallah. Vallahi yaxshi qo'chqor bo'lsin. Ikkita bir xil bor ana. Tozasini bir xil kelasi. Hop. Va xudo qo'chqorlar akalar. Va bu bo'g'oz qo'ylarimiz akalar, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, bu bo'g'ozlarimizni sotmadingizmi deyishdi ko'pchilik so'rashdi akalar. Hop akalar, bularni sotmaganimiz sababi bor. Mana shu bitta qizil qo'yimiz, mana shu qizili kattasi akalar bola tashab qo'yibdi. Shuna hisobiga ham akalar ozgina o'ylanib qoldik. Endi buni sotsak yo'lda qiynalib qolishi mumkin, bola tashab qo'yishi mumkin degan xavotir bo'lgani uchun ham qo'ylar sotmadik. Akalar o'zimizda qoldi. Shuning uchun ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, ko'pchilik yozibdi ham nomer qo'ymabsiz deb nima edi, aldashma keragi bor deb ham yozishdi akalar. Biz rost aldab qo'ymaymiz. Hamma qo'ylarimizni sotuvda deb qo'yamiz akalar. Shuni inobatga olib akalar sotmadik. Bular qoldi. Mana shu masala mashina akalar, xudo xolisi 1-2 kunligi va xolos yo'lda qiynalib qolishi mumkin degan maqsadda akalar, bular o'zimizda qoldi. Tug'asin xudo xolisa akalar, bolalarni ko'rsatamiz. Yaxshi nima edi? Yaxshi bola beradi inshaalloh. Endi yaxshi narsa turibmiz. Qo'chqorni ham yaxshi qo'shilgan. Qo'chqorimizni sotib yubordik. Qo'shilgan qo'chqorida. Bu baqudagi qo'chqorlarimiz o'zimizga xudo xolisa zotga inshaalloh akalar, keyingi yilga kuzga telefon qilaverasiz, xudo xolisa yaxshisini qilib beramiz. Xohlaganlaringizni tanlab beramiz. Tanlab olaverasiz o'zlaringiz ham inshaalloh akalar. Mana buni 1-2 kunlik qoldi xolos akalar. Yaqinlashib qoldi. Xudo xolisa endi egasi tug'sa, xudo bergani. Biz bitta tug'singa esa tug'sin demaymiz. Alloh berganini olamiz. Xudo xolisa inshaalloh. Hop. Bugungi akalar sotuvga qo'y chiqmaydi, chunki sotuv qo'ylarimiz tugagan. Sotuv qo'ylarimiz xudo xolisa yana 1-2 kunda kelib qoladi. Xudo xolisa xabarni berib kanalimizga qo'yamiz. Obuna qo'yinglar. O'shaning uchun akalar yaxshi arashanlar, Edilbaylar, Hisorlar kelyapti akalar. Xudo xolisa sotilyapti inshaalloh akalar. Bu yoqda endi yoshroq variantlardan mana quloqlari 21 sm so'liq urg'ochimiz. Mana inshaalloh bunisi esa 19 sm akalar. Mana bu ham qo'ziga ikki tish bo'lishi kerak. Mana bu ham shunaqa garabonusda kelishgan quloqlari 19,5-20 sm buni ham. Mana bunisi quloqlari shunaqa 20 sm, 21 sm atrof. Hammaga nasib qilsin shunaqalardan. Qiziqqanlar Afg'oni qiziq. Bularni sotuvga ham qo'yganda akalar, Afg'oni bittasi ketdi, 4 kishida ketib olishdi. Hoji buvamizga berdik. Qo'chqorimiz o'zimizda qoldi. Qo'chqorga ham qiziqqanlar ko'p bo'ldi. Narxini ozgina kelisha olmadik. Qo'chqorimiz qoldi, ikkita Afg'on ham turibdi. Xolos, endi Edilbay so'llarni bilan yurt qo'chqor. Nima edi, qo'chqor yaxshi bo'lsa akalar, qo'chqorning nasli yaxshi bo'lsa, bolani zo'r beraveradi, yaxshi bola cho'radi. Chunki katta foizini qo'chqorga beradi bola. Qo'chqor tortib ketadi o'ziga. Yaxshi naslda qo'chqor bo'lsa, maşallah, ikki tish qo'chqorimiz. Sotuvga bu ham buni $1300 qo'ygandik. O'zimizda qoldi. Kisperish. Mana avvallar turibdi. Kishilar oldidan. Bular joy odam yurgan qo'chqorimiz degan.
Bu yoqda ham endi keldi ketdi qo'ylar. Quloqlari 18 sm. Buni ham bunisi ozgina kichikroq. 20 sm bunisi. Bu qo'chqor. Bu hisoriga tortgan qo'chqor, hisor qo'chqori. Rangi sariq bo'lsa ham bu hisor qo'chqor ekan. Bu yoqda arashan qo'chqorlarimiz toza Qirg'iziston. Mana odam ko'rganganmikinmi? Mana odam ko'rganga jonivorlar, mashalloh. Yana bunisilar qaranglar, yuzlarini, jonivorlar, munchoqlari ham bor. Xudo xolasa odamdan cho'chimaydi yani. O'ta yuvosh, buni quloqlari 21 sm. 21 sm, 19 sm, 18 mi, 18,5, 9 sm. Oyoq nimalari ham. Oh, yuz, mashalloh. Bir dona erkatoy yangi qo'chqor. Oilamizda, qoramizda, xudo xolasa yangi erkatoyi. O'ta ham odamdan qo'rqadi mana. Qochib ketadi jonivar. Shuning uchun ham qo'shilib olgan yo'q. Bular esa rangga mana kallaga boramiz. Inshaalloh. Hammamizga ham yaxshi nasllar qo'ylar boqish nasib qilsin. Biz hech kimga yomonlik ravo ko'rmaymiz. Hammani qorasida bunday qo'ylardan 100 bo'lish nasib qilsin deb qolamiz. Xudo xolasa akalar, bugunga endi sotuv qo'ylarimiz yo'q, baquv qo'ylarimiz endi tomosha sifatida. Mana juda chiroyli narsa, quloqlari ham mana 20 sm. 21,5 shunaqa atrof. 21 yo 21,5 edi. Chiqganimizda buniki 20 plus bo'lishi kerak. Ikkalasi sherik. To'g'richa oriqroq bo'lishi mumkin, lekin bu o'ta go'zal. Kallaga bonus. Gabarit juda chiroyli narsa. Qo'rqmaydi. Quloqlarini qarang jonivorlar. Dumbasi tikka. Xolos. Qo'chqor olgani yaxshimi, sog'liq olgani yaxshimi, qo'chqor boqqan yaxshimi yo sog'lig'imi degan akalarimizga farqi yo'q. Ikkalasini baqo'ringlar, masalan, biz qo'chqor ham sog'lig'i mana boqyapmiz. Xudo xolasa effekti yaxshi bo'lishi nasldorroq, ya'ni sifati yaxshiroq. Qo'yinglar, shuni maslahat beramiz xolos. Mana, mashalloh, mana shu qo'chqorimiz mana. Nasıl keladi jonivar. Mashalloh. Juda odamlar yaxshi ko'radi. Juda erkatoy bu. Hech ham qo'rqmaydi odamlar. Cho'rni qo'chqoramiz. Mana juda nima edi? Quloqlari ham 20 sm. Ach. Ayt. Zotga albatta. Ayt. Yap o'ta yuvosh, lekin odamlar sal qo'rqadi. 20,5 sm edi. O'sha 20,5 shunaqa edi quloqlar. Bu mana hali ham massajist qo'chqorda, nima edi, ya'ni bellarni chiqib oladi internetdan, narsa kallani ko'taradigan qo'chqorda, shunaqa qo'chqorda. Kesilmasi mashalloh, hammaga nasib qilsin. Bunisi nima deyapti akalar mana? Bir xil ikkita qo'chqorimiz. Qora ham juda shu Qirg'izistonning qo'chqori, hisor emas. Qirg'iz qo'chqor. Dumbalari kiygan qo'chqor. Xolos. Hop, akalar bo'lmasa sog' va salomat bo'lasizlar. Inshaalloh hammamizga ham nasib qilsin yaxshi qo'ylardan, sifatli qo'ylardan boqish. Bo'lmasa biz Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yinglar. Sotuvda qo'ylarimiz ham inshaalloh kelib qoladi. Bir ikki kunda keladi. Video qilib chiqaramiz. Sog' va salomat bo'linglar akalar.